Turli infeksion holatlardan keyin, shamollashlardan keyin va allergik holatlardan keyin burun bitishi tabiiy hol sanaladi. Hozirgi ko'rgan videoingizda ona bosim bilan suv yuborish natijasida o'rta quloq bo'shlig'iga suv o'tgan va shu sababli bola qo'llari bilan qulog'ini ushlashga harakat qilgan. Alal oqibatda bir necha kundan keyin bu bolada o'rta otit rivojlanishi mumkin. Burun bitgan paytda burunni yuvib turish tavsiya qilinadi, lekin buning ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ayniqsa yosh onalarda chaqalog'ini, go'daklarini burni bitib qolgan paytda burunni tozalashga harakat qilishadi va ko'p miqdorda bolani yotgan holatida burniga suyuqlik qo'yishadi. Bu juda ham noto'g'ri, chunki anatomik jihatdan ularni o'rta qulog'i to'g'ridan-to'g'ri burun halqumi orqa qismiga to'g'ri yo'l orqali ochilganligi uchun har qanaqa suyuqlik o'rta quloq bo'shlig'iga osonlik bilan o'tib ketadi va u yerda bakterial jarayonlarni keltirib chiqaradi. Tabiiyki bu bolada quloq og'riqlarini, tunda uxlamaslik holatlarini keltirib chiqaradi. Buning uchun demak burunni to'g'ri saqlash kerak. Agar yosh bola bo'ladigan bo'lsa, chalqancha yotqizgan holatda, ya'ni burnini osmonga qaratib, boshini to'g'ri ushlagan holatda har bir burun yo'liga iliq holatdagi 4-5 tomchi fiziologik eritma quyiladi. Va 3-5 daqiqadan keyin aspirator yordamida demak bu suyuqlik tortib olinadi. Demak, shilliqni biz yumshatamiz va uni tortib olamiz. Ko'p miqdorda suyuqlik qo'yish o'rta quloq bo'shlig'iga suyuqlik o'tib ketishiga va infeksion jarayon boshlanishiga sabab bo'ladi. O'zi yura oladigan bolalar bo'lsa, demak boshini biroz oldinga egib, turli hozirgi kunda dorixonalarda burun yuvish uchun vositalar bor. Aynan shular yordamida suyuqlikni o'z oqimi bilan yuvorib, o'z oqimi bilan demak suv chiqib ketishini kuzatish kerak. Zinhor va zinhor bosim bilan uni yuvorish kerak emas. Eng to'g'ri yo'li, agar o'rta otit yoki burun bitishi rivojlanadigan bo'lsa, maxsus lor shifokori huzuridagi so'rg'ichlardan foydalangan eng maqbul yechim hisoblanadi. Bunda ham suyuqlik bosimsiz yuvoriladi va maxsus bosim bilan tortib olinadi. Bu hech qanaqa holatda zarar emas.